Assalomu alaykum Faton Andijon obunachilari. Faton modellari orasida eng bahaybat va eng yuk ko'tarish qobiliyati og'ir avtomobillarimizdan biri Faton Aumandi avtomobilimiz Andijon filialimizga yetib keldi. Hozir sizlar bilan ushbu avtomobilimizni to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Ungacha like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Avtomobilimizning motor qismiga keladigan bo'lsak, 6 silindrli amerikanskiy Cummins motori bilan jihozlangan 261 ot kuchiga ega ushbu avtomobilimiz. Korobka qismimizga keladigan bo'lsak, Fast Give 8 tali korobka bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, korobka qismi avtomobilimiz Euro 6 motor bo'lib, bu tomonda AdBlue, bunisi esa Euro 5 qilib beradigan Gruter tizimi bilan jihozlangan. Avtomobilimizning rama qismi 6 metr bo'lib, bemalol bunga o'zingiz xohlaganday samasval, vodovoz, manipulyator va boshqa texnikalarni o'rnatib olsanglar bo'ladi. Tormoz qismlari esa vazdushni ko'rishingiz mumkin, ikkitalab kompressorlari. Bu tomonda esa 450 tali dizel bak bilan jihozlangan avtomobilimiz dizelda harakatlanadi. Dizel rasxodi o'rtacha 22 tadan 28 tagacha tashkil qiladi. Kardan qismlarini, zadniy mostlarini ko'rishingiz mumkin. Ancha avtomobilimiz baquvvat ishlangan. Avtomobilimizning yuk ko'tarish qobiliyati shassi holatda 12 tonna yozilgan. Endi bunga bolt qo'yganlardan keyin 10 tonnalik dokument chiqadi. Ya'ni tarasi oshgani hisobiga yuk ko'tarish qobiliyati 10 tonnaga tushsa kerak. Diska balonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Diska balonlarimiz 22,5 diska balon bilan jihozlangan. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, ancha baquvvat avtomobilimizning diskalari ham bemalol 20 tonnagacha yukni ixtimasdan oladi. Avtomobilimizning rama qismiga keladigan bo'lsak, ramalari qo'sh rama, ya'ni aynan shu spes texnika samasvallar uchun mo'ljallangan. Bu tomonda esa zapaska qismi, zapaskalari ham ancha mustahkam qatirilgan ekan. Undan tashqari bu tomonda risollarni ko'rishingiz mumkin. Risollari ham qo'sh risol bilan jihozlangan. Ya'ni pastda alohida, tepada yana ikkita dapavkasi bor. Orqa ko'rinishlarini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mana bu joyga pritsep ulash uchun tayyor joylari ham tashlab ketilgan. Bu joyga ilmoqlarni ilib, bu tomonda pritsep uchun alohidadan vazdushni xotlarni ham tashlab ketishgan. Bu ham o'ziga yarasha qulaylik. Undan tashqari mana bu joyda portlari ham bor orqaga ulash uchun. Mana bu tomonda. Orqaga bort qo'yganlardan keyin steker bilan ulanadi. Shunda elektronikasidan hech qanaqa muammo kuzatilmaydi. Avtomobilimizning yana bir qulayliklaridan biri mana bu qismi orqali avtomobilingiz massasini uzib qo'ysangiz bo'ladi. Ekstrem vaziyatlarda yoki ko'p vaqt minmaydigan vaziyatingizda ushbu funksiyasi orqali akkumulyatorlarni uzib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimizni kabina qismini ko'tarish uchun ham mana bunday mexanizmlar qo'yilgan. Yurmay turgan paytda qo'l bola ushbu funksiyasi orqali, richaga orqali tushirib ko'tarishingiz mumkin. Qolgan paytda esa mana bu knopka orqali tepaga ko'tarib yoki pastga tushirsangiz bo'ladi. Avtomobilimizning salonlari ham ancha keng ishlangan. Elektroustlik, gidravlika rul, bu tomonda gorni tizimlarini ko'rishingiz mumkin. Sirpanishga qarshi rejimlar, undan tashqari cruise kontrollari ham mavjud. Avtomobilimizda yon oynalari qiziydi ham, undan tashqari yon oynalarni bemalol ichkaridan turgan holatda ligirovka qilsanglar bo'ladi. Ya'ni tor joylarda, boshqa joylarda avtomobilimizni tushib to'g'rilab o'tirgandan ko'ra tayyor ichkaridan to'g'rilash ko'p vaziyatlarda ushbu avtomobilimizni boshqarishni yanada qulaylashtiradi. Tormozlari, ruchnoy tormozlari avtomobilimizda havoli, ya'ni vazdushniy hisoblanadi. Undan tashqari skorisi 8 tali avtomobilimizda ko'rishingiz mumkin. Salondagi qulayliklardan biri avtomobilimizning sideniyasi vazdushniy bo'lib, uzoq yo'llarda charchatmasdan ushbu avtomobilimizda boshqarishni yanada qulaylashtiradi avtomobilimizni. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin, hujjat, dokument, boshqa narsalarni solib qo'yish uchun, mana bunday preval patrlarni solib qo'yish uchun mana bu qismlarida sevatlari bor. Yo'lga kerakli bo'lgan narsalar deyiladi, bemalol solib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimiz 3 kishilik salon. Bu tomonda qolgan paytda barni tushirib bemalol bunda ta'minlansanglar bo'ladi. Bu joyda esa dokumentlarni solib qo'ysanglar. Orqa tomonda 1 kishilik spaniyimiz bor. Uzoq yo'llarda ketayotganda bu ham ancha asqotadi. Bemalol damni olib ketsanglar bo'ladi. Yana bir kompliment sifatida ushbu zapchast naborimizni sizga bonus sifatida qo'shib beramiz. Avtomobilimizni Andijon filialimiz tashrif buyurib, bemalol haydab ko'rib, agar yoqtiradigan bo'lsanglar 722 million so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Qanday holatda 722 million so'mga boshlang'ich 30% ni to'lasangiz 18 oyga, 40% ni to'lasangiz 22 oyga, 50% ni to'lasangiz esa 24 oyga hech qanday foiz peniyalarsiz avtomobilimizni muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari agar avtomobilimizni naqd pulga shitirga sanab ketadigan bo'lsanglar, 649 million so'm evaziga
bir kun ichida nominglarga rasmiylashtirib ketsanglar bo'ladi. Avtomobilimizni Andijon filialimizga nar ichiga qo'ydik. Bemalol kelib avtomobilimizni xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari avtomobilimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun esa pastdagi nomerlarga aloqa chiqing. Videolarimizga like bosing, komment yozing va avtomobilimizni qanaqa biznes turlariga mos kelishi haqida kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Albatta sizning fikringiz biz uchun muhim. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.